Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchi aka-ukalarimiz, mana shu sohaga qiziquvchi, ya'ni sammoy o'z-o'zini yuz degan aborduniya qiziquvchi, oluvchi, sotuvchi ukalarimiz uchun mana bir katta yangiliklarni qilyapmiz. Xudo xolasa, Denis Samoyga pul to'provlarimiz keldi. Narx-navolari albatta qimmat bo'ladi. Bizning patentlarimiz sertifikatlangan, boshqa bir qo'shtirnoq ostidagilarga o'xshab haligi yolg'on mashinasi yo'q. Albatta bizda original narsa, yuqori malakali mutaxassislar tomonidan amalga oshiriladi. Sifatiga umuman gap yo'q. Boy bilan solishtirsangiz ham bo'laveradi. Har tomonlama. Xohlasangiz Xitoy motor pompasini qo'yib beramiz har xil sifatdagi. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Biz sizni kutib qolamiz. Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Mana ko'rib turganingizdek, avtomobillarning yuqori bazmda yurish uskunalarini sotish jarayonlari Karklin firmasi, ya'ni jamoat tomonidan davom qildirib kelmoqda. O'zgacha har safar har xil yangiliklarni o'ylab toptiribmiz. Xudo xolasa tinmasdan ishlaymiz. Ishlarimizga gap yo'q. Ustolarimiz yuqori malakali ustolarimiz tomonidan amalga oshiradi. Bizda yana bitta narsani aytib o'tishim kerak. Bizda faqat original Italiya, har xil seri pompa, bilmayman qora pompa, Xitoy pompa, bilmayman qarab unaqa narsalar yo'q. Lekin xohlasangiz qo'yib beramiz. Uni narxini bilan, uni narxi boshqa. Xohlasangiz qo'yib beramiz. Muammo yo'q. Endi bir narsani aytmoqchi edim. Mana ko'rib yangicha bir dizaynni yana bir kashf qildik. Bunga kimdir sariq dedi, kimdir limon dedi. Ya'ni bu yerda ko'rib turganingiz mo'nga denishalari ham bor. Ya'ni bemalol mo'nga denisha sezoni keldi. Xudo xolasa bemalol zakaz qilishlaringiz mumkin. Endi narx-navolarga kelib o'tadigan bo'lsak, har safardagi bizda o'zgarish yo'q. Karklin bitta gapiradi. Narx-navoz ham bor. Kimniki bilan solishtirsangiz solishtiravering. Bu avvalan bo'lib kelgan, yana davom qilaveradi. Aksiyalar. Qo'shqon beradigan narsalar bor. Bitta narsani unutmang, hurmatli mijozlar. Oybegiga sota olmasdan bu narsalarni qo'shib bermoqchi demak, biz sifatga kafolat beramiz. Sifat bilan ishlaymiz. Biz mijoz bilan ishlaymiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Telefon nomerlarimiz albatta bo'ladi.